Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan Doska va men Zamira bu degani rus tili grammatikasi bilan darsimizning yana bitta qismi boshlandi. Bugun sizlarga men juda ham qiziqarli mavzu tayyorlab qo'ydim. Bu v hamda na mavzusi. Ko'pimiz bilamizki, bu ikkita qo'shimcha bo'lib, qachonki nimadurni ichida, men sizga bugun odamcha tarzda ko'rsataman. Odamcha ichida ma'nosini beradi va na deganimizda odamcha nimadurning ustidaligini ma'nosini beradi. Shunda ikkalasi ham da, qayerda deydi. Nima savol bilan chiqamiz? Qayerda? Где? Rus tilida bu где deb aytiladi. Где? Hozir hayron bo'lib ketdinglar, srazu darsdan boshlab ketdim, lekin bu tushunish juda oson mavzu hisoblanadi. Ikkalasini ham bitta narsa qo'shib turadi, bu y harfi. Agarda siz nimadurning ichida yo nimadurning ustida demoqchi bo'lsangiz, y harfi bilan berasiz. Aytaylik. Hozir men aytaman. Mama v parke. Parke. Onam v degani ichida degani, parkda ichida onam. Parkning ichida so'zimizning oxiri ye bo'ldi. Endi onam ostanovkada demoqchi bo'lsak, xuddi shunday. Mama na ostanovke. Ko'rib turibsiz? Bu yerda esa na bo'lyapti, lekin oxirgi tugallanish bir xil. Lekin har doim ham v yoki y bo'lmaydi. Bundan boshqa окончание bo'lishi mumkin. Hozir uni birin-ketin ko'rib ketamiz. Хорошо? Boshida mana ko'rib chiqdik. Agarda biz nimadurning ichida demoqchi bo'lsak, biz v harfi bilan beramiz. Bu qo'shimcha o'zbek tilida oxiriga qo'shiladi. Masalan, onam supermarketda deymiz. Supermarketni bilan onamning o'rtasida hech qanaqa qo'shimcha bo'lmaydi. Rus tili esa undan mustasno. Rus tilida ozgina boshqacha. Rus tilida so'z bilan, ega bilan mana bu to'ldiruvchini o'rtasida shu v harfi paydo bo'lib qoladi yoki bu yerda ko'rib turibmiz na harfi paydo bo'lib qolishini. Endi окончание guruhga kelsak, qanaqa bo'ladi? Aytaylik, murskoy rod. Murskoy rod. So'zimiz bor. Ya'ni dom. Dom. Uyning ichida demoqchi bo'lsak, v domi deymiz. Bu asosiy qoida. Endi xuddi shu murskoy rodda slovar deymiz. Slovar mягкий znak bo'lganiga qaramasdan bar murskoy rod. Slovar. Slovar. Slovarni ichida demoqchi bo'lsak, v slovari. Slovari. E'tibor beribsiz? Slovari. Endi bu yerda yana qaysi so'z bo'lishi mumkin? Yoki deylik giroy. Giroy. Bunda qanday окончание bo'ladi? Y tugallangani uchun giroy. 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 Giroyning ichida. Giroy есть хорошее качество. Qahramonning ichida yangi, deylik, yangi yaxshi sifatlar bor. Agar biz yaxshi sifatlar bor demoqchi bo'lsak, o'sha v giroy deymiz. Giroyning ichida degani bo'ladi. Mana ko'rdinglar, bu murskoy rodning окончаниялari. Buni iloji boricha o'zingizga yozib olishingiz kerak yoki ko'chirib olishingiz kerak bo'ladi. Ko'chirib olishingiz, yozib olishingiz, bitta narsa screenshot qilib olishingiz yoki yozib olishingiz demoqchi edim. Davom etamiz. Hozir sizlar bilan женский rodni ham ko'rib chiqamiz. Женский rodda ham почти o'zgarishlar bo'lmaydi. Bu окончание guruhini tushunyapsizlar. Lekin grammatikani yanada chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsanglar, bizda yana offline va online kurslar ham bor. Bemalol kirib o'rgansanglar bo'ladi. Administratorga Telegramda yozib qo'ysanglar, sizga polni yo'l ko'rsatadi. Женский rod. Женский rodimiz qanday ketadi? Qaraymiz. Boshidan mama, ona. Endi onamning ichida yaxshi kачестволар bor demoqchi bo'lsak, v mami. Men. Ko'ryapsizlar? V mami yelashib ketyapti yana. Endi semya, oila degani
Semya va semya oilada. Akanchangizga e'tibor bering. Agar biz onani ichida demoqchi bo'lsak, vmami внутри mamida, semya oilaning ichida. Endi vmami onamning ichida desa sal g'alatiroq, endi просто men sizga tushunishingiz uchun aytib ketdim. Yana qanaqa женский rodimiz ham bor. Мягкий знак, ya'ni tетрадь. Tетрадь. Daftarning ichida demoqchi bo'lsangiz, bu yerda ozgina boshqacha bo'ladi. Har safar qo'yadigan yemizni qo'ya olmaymiz, ozgina o'zgartirib qo'yamiz. Va tетради. Daftarning ichida bo'ladi. Shunda biz mana bu мягкий знак женский rodda borligi sababli tетради bo'ladi. Tushunali? Tетради. Eslab qoling, imенно женский rod мягкий знак i oladi, ye olmaydi. Вот bu shunaqa mustasno. Mana женский rodni ham ko'rib chiqdik. Xuddi shu ye, faqatgina мягкий знакli женский rodda i ko'rinishi mumkin ekan. Davom etamiz. Средний rodimiz ham bor. Средний rod deganda o'rta rod edi. Esingizda bo'lsa, bu narsani yana tushuntirib ketganman sizlarga. Полный. Средний rodimizda qanaqa akanchani olar ekan? Средний rodimizni bilamiz, ikki xil akanchani bor. More bor da deylik yega tugallanganlar yoki okno bor. O'ga tugaganlar. Yana bitta iyga tugaganlar bor. Zdanie. Ko'ryapsizlar? Shunda bizda birinchi guruhlari yega tugaganlar, o'ga tugaganlar, iyga tugaganlar. Endi dengizda Siniy more deylik. More o'zgarmaydi, chunki bu yerda уже ye bor edi. Bu yerga yana ye qo'shildi. No, hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Ketdik okno. Oynada. Va okne. Ko'ryapsizlar, ye bo'ldi. Endi zdaniye sal o'zgacharoq. Va zdaniy. E'tibor bergan bo'lsangiz, imminna bino zdaniye bo'lsa, naказание bo'lsa, содержание bo'lsa, i bo'lib ketar ekan oxiri. Qachonki sizda mana bu tugallanish bo'lsa, i o bo'lsa, yo ye bo'lsa, hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Ye deb ketaverasiz. Imminna zdaniye, ye bo'lsa, i bo'lib ketadi. Akanchanyasi средний родники. Men sizlarga hozir grammatически qilib tushuntirib beryapman. O'zi buni bitta ye deb eslab qolsangiz, qolganlarini asta-sekin talaffuzda chiqarsangiz bo'ladi. Buni tushundinglar deb o'ylayman. Davom etamiz. Ko'plikni ham tushuntirib bermoqchiman bugun sizlarga. O'zi boshida darslarni tushuntirishni boshlaganimda aytgancha, darslarimiz boshi ham bor, bilasizlar. Unga ham kirib bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Множественное число. Множественное число degani ko'plik degani. Множественное число o'ga tugaganlari bor, i'ga tugaganlari bor. Ko'pincha. Yana a'ga tugaganlari ham bor. Mana shu o'zi yetadi пока что. Ketdik. I'ga tugaganlari stoly. Bundan tashqari aytgancha, bizda yana grammatikasiz rus tili degani ham bor. Mana shuni полный praktikada qanaqa gaplar tuzishimiz mumkinligini ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Mana shu playlistdan boshqa playlistga o'tsangiz, grammatikasiz rus tili degani bor. Endi stoly bo'lsa, stollarning ustida na stolah bo'lib ketadi. Ko'ryapsizmi? Na stolah. E'tiboringizni qarating. Na stolah. Ketdik. I'ga tugagan so'zlar. Kniги. Deylik, kniги. Oson primerlarni olishga harakat qilyapman. O'zlaring ham tushunib ketyapsizlar, что bitta so'zlar oson. Endi kitoblarning ichida deylik, chunki ustida bo'lishi g'alatiroq, ichida. Kitoblarning ichida foydali ma'lumot bor. Va knigah, ko'ryapsizmi? Yana knigah. Yoki yah qoidasi deb aytaman o'zim. Множественное число'ni men o'quvchilarimga tushuntirganimda yoki yah deb tushuntiraman. Ketdik. A'ga ham bizda okna bor. Qanaqa o'zgarish bo'ladi? В окнах. Derazalarda. В окнах.
O'zi bu unaqa qiyin qoida emas. O'zim juda yoqadi, chunki v bilan nani o'rganganingizdan keyin уже ancha buncha gaplarni bemalol gapira oladigan bo'lasiz. Nimadirni ustida qayerdadir degansiz. Maria degani nima o'zi? Dengizlar degani, okna degani, oynalar degani, kniga, kitoblar, stollarda. Bu ko'plik hisoblanadi. Hali ko'plik ham mavzusi bo'ladi, Xudo xolisa. Agar mana shu videolarni o'zi ko'rayotgan bo'lsanglar, обязательно подписка bilan like, kommentariy yozib qo'ying, chunki real mehnat. Ketdik. Shu mehnatdan sizlarga ham foydasi tegadiganidan xursandman. Maria va Marah. Ko'ryapsizlarmi? Beta ahida, bu yerda esa yah ma'nosi paydo bo'ldi. Nima uchun? Chunki so'zimiz yaga tugagan edi. More edi, yah bo'lib ketdi. Zdaniya edi, yah bo'lib ketadi ko'pligida. Da, shunda yega tugaganlari ko'pligi yasalganda ya bilan yasaydi. B yoki na deb ishlatmoqchi bo'lsak, yah bilan bilan tugaydi. Xo'p, buni yana grammatikasi bizning kitoblarimizning ichida bor. Agar Telegramdan yozib, ustoz bizga kitoblar tashlab qo'ying, grammatikani chuqur o'rgating degan desangiz, yo'q demasdan sizlarga tashlab qo'yaman, xudo xolisa. Bu unaqa nima deydi? Qizg'anadigan narsa emas. Buni davom etib ketamiz. Faqatgina ustida yoki ichida degan ma'nodan tashqari yana harakat ustida degani ham bor. Masalan, 10 deylik va muzey. Дальше он на работе. Qaranglar. Na работе. Nega na работе deyapmiz va работе emas? Chunki na joy ustida emas, jarayon ustida. Работа to'g'ri joy, ofisning ichida bo'lganda va ofisda na работе bo'lar edi. Yana bitta narsani tushuntirib o'taman, qaranglar. Va univeri degani universitetdani kaltalatilgan. Va univeri degani universitetning ichida, territoriyasiga kirib ketgani uchun. Endi parada bo'lsa pare. Qarang. Nega na pare ustoz? Bu ham universitet ichida-ku deyishingiz mumkin. Mana shuni tushuntirib ketaman, qarang. Va universitet degani joyning ichida. Qaysidir joyning ichida kirib ketishi. Na pare degani parada, darsda degani. Agarda siz nimadir jarayon ustidaligingizni aytayotganingizda, siz nani ishlatasiz. Eslab qoling. Agarda siz joy, usti yopiq territoriya yoki hovli yoki o'rta hamma joyi o'ralgan joyda bo'lsangiz, siz v ni ishlatasiz. Bu mana shu kichkina qoida qachonki v bilan nani farqlanishi. Masalan, zavodda deyshadi, lekin bu просто исключение. Mana bu sizning исключение ko'rinishidagi v bilan na harakat jarayon v joy ichidaligi, territoriya aylanasiga yopilganligi yoki tomi borligi ma'nosida beriladi. Идёмте дальше. V bilan na har doim ye bo'ladi dedingiz. Ustoz, lekin в саду degan gapni eshitganman. Bog'da deyishingiz mumkin. Hozir men sizga o'sha narsani исключенияларni yoyib beraman. Agarda siz men bog'daman desangiz, ya v sadu deysiz, sadu bo'lib ketadi. Nima uchun? Buni hech qanaqa qoidasi yo'q. Просто ruslar shuni xohlagan. Agarda siz sade desangiz, g'alati bo'lib qoladi. Shuning uchun v sadu deyishingiz kerak. Дальше. Ishkopda yoki shkafda. V shkafda. Bu narsani yana na shkafu deb ishlatsangiz ham bo'ladi. Shkafning ustida bo'lgan paytda v shkafu bo'ladi. Ustini, stol, shkafning ichida bo'lsa na v shkafu bo'ladi. Shkafning ustida bo'lsa na shkafu bo'ladi. Shkafu. E'tiboringizni chalg'itmang. Videoni yaxshilab ko'ring, chunki bir marta mana shu videoni ko'rib bo'lasiz va o'sha imminni v bilan na mavzusi butun umrga sizda yopiladi. Просто tushunilib ketadi, chunki boshidan oxirigacha tushuntirib ketyapman. Дальше polni ustida bizda na polu bo'ladi. Da? Nima uchun na polu? Agarda siz na pole desangiz dala bo'lib qolardi-da, dalada bo'lib qolardi. O'sha uchun polni ustida. Endi yana bitta so'z bor. V uglu burchakda yana na uglu. Bu qachonki burchagingiz tomi bo'lsa v uglu, burchagingiz tomi bo'lmasa na uglu deymiz. Na
В углу kabineti, xonaning burchagida. На углу улицы, ko'chaning burchagida. Tushunasizmi? Дальше. Yana qanaqa so'zlar kiradi? O'rmonda. В лесу. Yana portda. На порту. На порту. В Крыму. В Крыму. Крым shahrida desak, Крыму. Yana qolgan 4-5 ta turlari bor. Ularni ham man sizlarga yozib qo'yaman. Uni ham описаниеda ko'rishingiz mumkin. O'zi agar sizga описание yordam beradigan bo'lsa, описаниеning ichida qanaqadir ma'lumot oladigan bo'lsangiz, "Hey, ustoz, foydali bo'lyapti. описаниеni yaxshi yozavering" deb qo'ysangiz bo'ladi. В углу, в порту, в шкафу, в лесу, в Крыму, в саду, в шкафу, да? Mana shu hammasi на полу, в аэропорту. Yana maytda bir qatori bor, o'rtada joy qolib ketibdi. Как раз most ustida degani bor. Na mostu. Mostning ustida. Tushundingizmi? Namastu. O'zbek tilida Indiyada aytadi-ku, namaste deydi-ku, o'shanga o'xshab namastu. Mana bu hammasi исключение. Исключение. Bu degani nima? To'ppa-to'g'ri. Mustasnolar. Hammasi ulashib ketadi. Bu qoida faqatgina v bilan na ga ishlatiladi. Agar sizga bu tushunarli bo'layotgan bo'lsa, men sizga davomini o'rgatishni boshlayman. Davomini tushuntirib ketaman. Ketdik. Endi v bilan na faqatgina joy va jarayonga emas, sport turlari hamda musiqiy asboblar bilan ham aytiladi. Eslab qoling, agarda musiqa bo'lsa, mana musiqani belgichasi, da? Endi tushunarli qilib bo'lmadim. Endi bu yerda sport. Sport va bu yerda muzika. Muzika. Qachonki sizda sport turlari bilan bo'lsa va basketbol o'zgarmaydi. Nima o'yinni o'ynayapsan, qaysi sport turi bilan shug'ullanyapsan deganda, guruhli o'ynashlik mumkin bo'lgan sport yokida billa o'ynash mumkin bo'lgan sportlarda hammasida v ishlatiladi. Eslab qoling. Da, shunda agar siz boks tushaman desangiz, buni ishlata olmaysiz, chunki boks tushmoq, boks o'ynamoq emas. Hamma o'ynash mumkin bo'lgan sportlarga biz v ishlatamiz. Masalan, играть в футбол, играть в волейбол, играть в tennis, играть в шахматы, играть в гольф. Играть на нервы. Да, o'shanaqasi ham bor, uni ham hali yozib ketaman. Играть в пионербол, играть в догоняшки, quvlamachoq degani. Da, играть в прятки, yashin papaloq degani. Da, ketik v, na. Играть на гитаре, играть на саксофоне, играть на violoncheli, играть на gitaradan aytdimmi? Da. Играть на флейте, играть на скрипке. Играть на барабане. Shunday qilib biz ko'rib chiqamizki, v bilan na даже sport bilan musiqani ham egallab olibdi. Shunga bittadan gap yozib ketaman. Sportga kim? 10 bo'la qolsin, 10 играет в golf. Golf. O'shani yozdim, golf. Sport bilan men juda uzoqmiz bir-birimizdan. Muzika. Ketik. Я играю на гитаре. Yana bilsanglar, Cheburashka multfilmi bor, bilasizlar, qulog'i katta hayvonotcha. Я играю на гармошке deydi, uning krokodili garmoshka cholib, o'sha narsa edi. Я играю на гармошке. Eslab qoldinglar degan umiddaman. Bu bizning v bilan na haqidagi faqatgina otni qanday ishlatilishi. Yana aytki, ot deb yozib qo'yman. Xudo xolisa hali sifatini ham ko'rib chiqamiz. Sifati v bilan nada qanday kelishi. Da kelishiga, da qaysi qaratishmi? Jurnalistmi? Da. Umuman olganda o'zbek tilidagi kelishliklarni uncha yaxshi bilmayman. Mana bu hammasi v bilan na haqidagi ma'lumot bo'ldi. Darslarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, albatta bizga podpiska bilan like bosib qo'ying. Keyingi darslarda Xudo xolisa ko'rishguncha, paka-paka.